işte gel. Jag'li qaymoqlar olib keldim. Kengizlar olsinlar. Tuğbarak, kaymak, tarsa canlı tegdi qo'y. Etli bez parmak şeyligoy. Ariyalar toza qo'zidi beparasatlar. Ey, menga qarash. 5 barmoq, 6 barmoq, 7 barmoq va tuxumbaraklarning jonimga tegdi. Achchiqni do'ppidagina qilib osh qilish. Ne dedi? Plovma? Palov deyaptilar. Qadib men palov qilaveramanmi? Sizlar ham qingizlar. Eme tolka bez parmak pısırısı bilemem, всё. Inangiz faqat 5 barmoq jib tuqqanmi? Avasa men yumurta baragimni yeb o'tiraman. Mama. Oy, Jahvatır ba. jahbatir. Oshma bo'ldi. Qaynana, oshni damini qo'ydik. Hozir pishadi. Qisilmayin o'tiring. Menga g'uncha qilib o'tiring deyapsanlarmi? Qornim ochqadi deyapman senlarga. Ina, qorningiz ochgan bo'lsa, mono qo'ymoqdan jalab, ko'ring jalab. Qo'y. Asqar ettin ba? Ha, bugun so'kish, ertaga bog'lab urisham men, ha? Nimaga so'kinyapsan menga? Ina, mono qo'ymoqdan jalab, ko'ring jalab. Ha, menga buni jalatgandan ko'ra kirib uyingizni changini jalang, maylimi? Mama, uspokойся, пожалуйста. Paketsalama menga. Senlar 5 barmoq beraverib, ichimda xamirga to'ldir. Yaqinda 6-barmoq o'sib chiqadi. To'g'ri so'lab turibsiz. Emas, charavazili, patqalamchilik qilasan. Tuxumbarak yeverib bor, miyaga tuxum qo'ygan, kislorod yetishmayapti senga, gaday. Ne dedi? Mayil eser shabba